birinchi kunlardan kitoblashuv qilganligimiz bu yilgi ham bizning yutug'imiz. Shu jarayonga to'g'ri kelgan. Kelgusida ham homiylarimiz orqali, qanaqadir imkoniyatlar orqali kutubxonamizni boyitishga harakat qilamiz. Mana hozir yuqorida rahbarimiz fikr bildirdilarki, kitoblarni shunday qolib ketmaslik to'g'risida. Bu uchun nima deydi? Birinchi o'rinda o'zimiz namuna berib berishimiz kerak. O'zimiz namuna berib, yoshlarni ergashtirib, bitta Bo'jo'la maktabi loyihalari bor. Bir Nuroniyga 10 nafar yosh loyihalari bor. Bu loyihalarda bevosita sizlarning yordamlaringiz bizga kerak bo'ladi. Shu kitobxona jamoasini ham alohida tabriklaymiz. Iloyim o'quvchilar kelganligidan to'g'ri ma'noda charchab qolinglar, ularga shu yaxshi ma'naviyat ulashib, sizlarning faoliyatlaringizga har doim omad tilaymiz. Rahmat hammalaringizga. Ustozlar ruxsat bersangiz, endi bizga ruxsat. Jarayonlaringizni davom ettirasizlar. Boshqa kutubxonada yetkazadigan mahsulotlarimiz bor. Rahmat hammalaringizga.